Ovqatlangandan keyin bularni qilmang. Ko'pchilik ovqatdan keyin darhol noto'g'ri odatlarga berilib ketadi va sog'lig'iga zarar yetkazadi. Siz ham xatoga yo'l qo'ymayotganingizni tekshirib ko'ring. Choy ichish tarkibidagi tannin moddasi ovqatdagi temirning so'rilishini 87% ga kamaytiradi. Natijada kamqonlik rivojlanishi mumkin. Shirinlik yeyish. Statistikaga ko'ra, ovqatdan keyin shirinlik iste'mol qilganlarning 75% ortiqcha vazn bilan kurashadi. Uxlash. Kechki ovqatdan keyin yotib qolish insult xavfini oshiradi. Kamida 2 soat hushyor bo'ling. Sovuq suv ichish ovqat hazm qilish jarayonini sekinlashtiradi va yog'larning to'planishiga sabab bo'ladi. Chekish. Ichak ta'sirlanish sindromini rivojlantirib, organizmga zararli toksinlarni tezroq so'rishga sabab bo'ladi. Vanna qabul qilish. Issiq suv qonni teriga yo'naltiradi. Hazm jarayoni esa sekinlashib, odam hushidan ketishi mumkin. Sport bilan shug'ullanish. Ovqatdan keyin organizm energiyani hazm qilishga yo'naltiradi. Sport esa aksincha, katta energiya talab qiladi. Kamida 2-3 soat kuting. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Ushbu ma'lumotni yaqinlaringiz bilan ulashing.